alaykum zotdor chorva ishqibozlari. Bugun sizlar bilan buzoqlarni shoxsizlantirish jarayoni haqida gaplashib o'tamiz. Buzoqlarni shoxsizlantirish ikki xil usulda bo'riladi. Tug'ilgandan 1-2 kundan bir hatto 10 kunlikgacha bo'lgan jarayonda maxsus mazlari bo'ladi. Shu mazlarni o'sha shox sohasidagi tutni kesib tashlab turib surkab qo'ysa, asta-sekinlik bilan 3-4 kungacha shu shoxni teri qismidan boshlab muguz qismigacha kuydirib boradi. Bundan keyingi ikkinchi jarayon esa mana bunday maxsus biz buni veterinarlar dazmol deymiz, hamma har xil ataydi, temir bo'ladi. Bu o'sha tok yordamida oldi sohasi 200 gradusgacha qiziydi. Mana shu qizigan temirni shu shox sohasiga botirib, shu muguz qismi kuydirib, bosh sohasini yulib olinadi. Bu jarayon juda ham kuchli og'riq bergani uchun buzoqlarimizga islanib preparatdan foydalanamiz. Bu 100-150 kilogacha bo'lgan vaznda 0,1 millilitrdan 1 millilitrgacha tirik vaznga qo'llanadi. 5 minutdan 10 minutgacha buzoqlar mana bunday hushsiz holatga keladi. Buzoqlarni shoxsizlantirishdan asosiy maqsad shu bu zotdor fermer xo'jaligi bo'lgani uchun bunachilar o'sha olib qo'linadi. Bular shoxi o'sib ketadi. Kelajakda bular bir-biri bilan suzish natijasida katta jarohatli travmalar oladi. Shularni oldini olish uchun bundan tashqari o'sha fermer xo'jaliklarda stanoylar bo'ladi, maxsus shu tuyoqlarni ko'rish uchun, davolash uchun olib kiriladi. Shu jarayonda shu shox bo'lsa, stanokka olib kirish qiyin bo'ladi. Shoxi xalaqit beradi. Bundan tashqari o'sha veterinarlar uchun ham shoxsiz mol bilan ishlash ancha xavfsiz hisoblanadi. Hozir bu kisilanit olgan hushsiz holatda shoxini kuydiramiz. Bu holatda mana ko'rishlaring mumkin, mana bunda ochiq jarohat hosil bo'ladi. Bunga pashshalar shu qurtlamaslik uchun, infeksiya tushmasligi uchun mana bunda maxsus spreylardan sepib qo'yamiz.